Bugun 4-may sanasida mana yangi o'rigimiz Barsalino degan navli o'rik. Mana shu holatda qizarib pishdi, xudo xolasa. Endi shuni yonida mana Vanderkot o'rigi bor. Mana shu holatga keldi. Bizning joylarda shunaqa endi. Sal kechroq bizning joylar. Vanderkotga nisbatan oladigan bo'lsak, Barsalino o'zi bu butun dunyo bo'yicha eng birinchi pishadigan o'rik navi hisoblanadi. Buni ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqasizlar, ammo soni cheklangan. Juda chiroyli qizil rangli o'rik bo'ladi. Mana bu yerda ham turibdi bitta. Ya'ni kalibri jicha maydaroq, ko'chat yoshligi uchun, yangi ko'chatligi uchun kalibri jicha maydaroq. Shunaqa yangi navlar kerak bo'lsa, kimga aloqaga chiqaverasizlar bizga. Bunda yana bitta ma'lumot, Vanderkot o'rigiga nisbatan Barsalino o'rigi ham shirin, ham qizil bo'ladi, ham ertaroq chiqadi. Yangi o'rik, kelajagi bor xudo xolasa o'rik navlaridan biri Barsalino.